Kutubxona bu bilimlar xazinasi. Kitob o'qish orqali inson nafaqat yangi ma'lumotlarga ega bo'ladi, balki tahlil qilish, mustaqil fikrlash va muammolarga yechim topish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Tinch va qulay o'qish muhitini yaratadi. Muntazam kutubxonaga qatnaydigan inson o'z ustida ishlashni odat qiladi. Shaxsiy rivojlanishga yordam beradi. Kutubxona bu shunchaki kitob saqlanadigan joy emas. U insonning bilim olishi, ma'naviy kamol topishi, tafakkurini boyitishi va kelajakni qurishiga xizmat qiladigan maskandir. Bugun kutubxonaga qo'yilgan har bir qadam ertangi muvaffaqiyat sari tashlangan muhim qadamdir. Zamonaviy axborot va resurslardan foydalanish imkonini beradi. Ko'plab kutubxonalarda bosma kitoblar bilan bir qatorda elektron kitoblar, ilmiy maqolalar, internet va kompyuter xizmatlari ham mavjud. Bu o'quvchilar, talabalar va tadqiqotchilar uchun katta qulaylik yaratadi. Bo'sh vaqtni telefon yoki ijtimoiy tarmoqlarda emas, kutubxonada kitob o'qish bilan o'tkazish insonning bilimini oshiradi, stressni kamaytiradi va kelajakdagi muvaffaqiyatga mustahkam poydevor yaratadi.